Maşalloh, akalar, bitta like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli qo'y biznes YouTube kanali obunachilari. Xudo xolasa 2 dona qo'chqorimiz bor bugunga. Xo'p, tez obzor qilamiz. Xudo xolasa ko'p vaqtlaringni olmayman. Ekrandagi nomerlarga telefon qilishga shaylanib turavering. Qo'yni ko'rib turibsiz aka. Xudo xolasa like bosishga arziydimi? Ikkalasi ham qo'chqor. Yeb ichish, sog'liq salomatligi a'lo darajada. Aytmoqchi, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman. Har doimgidek optimchilar, arzonchilar qishlog'i Sariq qishlog'ida turibdi. Ya'ni bu o'zimning qo'ylarim. Xudo xolasa like bosib qo'ying, qo'llab-quvvatlab turing. Faqat o'zimning obunachilarimga chiroyli narxlarda qilib beraman. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Bularni bo'ybastlari 75+da. Xudo xolasa ko'rib turibsiz, yeb ichishida muammo yo'q. Oyoqlarini qarang. Xudo xolasa qalin oyoqlari, karbonoslari, kengliklari, hamma oyoqlari yaxshi. Akalar like bosishga arzisa, like bosib, obuna bo'lib kuzatib turing. Xudo xolasa shu ikkalasini arzon qilib beraman. Faqat qo'y biznesdan telefon qilinsallaring bo'ldi. Akalar ko'rib turibsizlar, sog'lom narsalar. Qarang. Xudo xolasa hammamizga mana shunaqa qo'ylardan 20 ta, 30 ta, 100 ta, 200 ta boqishlik nasib qilaversin. Qo'yda baraka bor akalar. Xudo xolasa qo'y boqing. Ziyon qilmaysiz. Bular yosh o'ylaklari 8-9 oylik atrofidagi qo'chqor. Ko'rib turibsiz. O'ta zo'r qo'ylar. Sog'lom narsalar, sog'lomligidan o'ynab turadi. Xo'p, bitta narsa, bularda yosh oyligida bilmaymiz, lekin taxmin qila olamiz. Chunki sizni aldab 10 oylik demaylik, 8-9 oylik atrofidagi biz tug'ilganda bo'lmaganmiz. Xudo xolasa sog'lom narsa. Telefon qiling, go'shtga boqsangiz ham, zotga boqsangiz ham bo'lar degan variantlari. E'tiboshlari yaxshi. Hozir ham kichikroq ehsonda o'tkazaveradi. Xudo xolasa ehsonga ham so'chsa bo'laveradigan variantlaridan. Vaqtlaringni ko'p olmaylik bo'lmasa, tezroq narxini aytay. Buni narxi o'ta qulay. Faqat qo'y biznesdan telefon qilasizlar. 8 million so'mga 4 milliondan vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beraman. Akalar xudo xolasa obzorimiz yoqqan bo'lsa yoki kamchiliklar bo'lsa uzr. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turing.